kengashining plenumi o'tkazildi. Unda prezidentimizning mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida belgilab berilgan ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda barcha tomondan amalga oshiriladigan ishlar atroflicha muhokamaga yetib olindi. Plenumda davlatimiz rahbarining parlament palatalari qo'shma majlisidagi ma'ruzasida belgilab berilgan vazifalar yurtimizdagi siyosiy partiyalarning vakolatlarini yanada oshirish, ularning jamiyat hayotida tutgan o'rni va rolini mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Konsepsiyada qo'yilgan vazifalarning barchasi eng avvalo ertangi kun talablaridan kelib chiqqan holda mamlakatimizni isloh etish va modernizatsiya qilish yo'lidagi izchil harakatlarni kuchaytirishni, bu yo'ldagi ishlarni yanada yuqori bosqichga ko'tarishni ko'zda tutadi. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi faolligini oshirish bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilab olingan. O'tgan qisqa vaqt mobaynida siyosiy kuchning viloyatdagi kengashlari faoliyatida sezilarli jonlanish kuzatilgani e'tirof etildi. 2010-yilda partiya nodavlat notijorat tashkilotlari, davlat idoralari bilan o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirgan. Shu bilan birga plenumda partiya fraksiyasining 2010-yildagi faoliyati ko'rib chiqilib, 2011-yilga belgilangan asosiy vazifalarga ham to'xtalib o'tildi. Fraksiyada mana o'tgan yili ikkita qonun loyihasi, demak, bevosita fraksiya a'zolari tashabbusi bilan Qonunchilik palatasiga kiritilganligi, 11 ta qonun loyihasini shu Qonunchilik palatasi muhokamasiga olib kirganda, demak, bizning fraksiyamiz a'zolarining faol ishtiroki. Bundan tashqari mana shu yalpi yig'ilishlarda 141 marta, demak, Qonunchilik palatasining deputatlari, ya'ni aynan bizning fraksiyamiz a'zolari tomonidan, demak, yalpi yig'ilishda fikrlar bildirilganligi va boshqa olib borilgan tadbirlar haqida hisobot berish